Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Like bosib bizni kuzatib turing. Akamizdan bir qancha savollarimiz bor. Intervyu olaman. Assalomu alaykum. Aka ismingiz? Mikrofon o'zingizda yozaveradi. Xo'p, yoshingiz nechida? Yoshimiz 30 da. Uylangansiz. Nechta farzandlar? Endi xudo xolasa. Endi yaxshi. Shu farzandlar oila bola chaqa boqaman deb harakat qilyapsiz. Hunar o'rgangan ekansiz, eshitishim bo'yicha. Yana bitta qiziqarli savol berib, yaxshi ko'rganingiz olganmisiz yo shunchaki? Shunaqa yaxshi. Ota-ona hisob berganini yaxshi. Usta 30 ga kiribsiz. Eng katta mustahkam o'rgangan hunaringiz nima? Shu svarchi. Svarchilik yaxshi. Bo'yicha ishimiz. Bilsalaringiz shukurlar nomli ko'proq svarchilik haqida gapiradi. Akamizga kerak bo'lsa kuzatib turasizlar. Aka siz svarchilik o'rganganingizga qancha bo'lgan? 11-12 yil bo'ldi. 11 nima soha misol nimani svarka deysiz? Birasi yasaysizmi? Nima qilasiz? Faqat yasash ishlar bilan taom, naves, so'rtak, hamma narsa. Taom, naves, so'rtak. Hozirda moda bo'layotgan konteyner mahsulotlardan ham yasaverasiz. Yasaymiz, profillardan. Profil. Adashmasam, biz so'rab kelyapti. Buni kim qildi deb sizni ko'rsatishdi, keyin keldi, mana shularni siz o'zingiz yasagansiz. Biz istaganmiz aka, chiroyli qilib berganmiz. Bu bo'yalgan ekan, konteyner mahsulotini olib bo'yagansizlar. Shu konteyner mahsulotlaringiz haqida boshqa umumli yoki boshqa nimalardan farqi nimada? Chidamliligi, ishlar haqida tushuntirib bering endi. Korroziyasiga bardoshli. Korroziyasi nimasi bu? Endi chirib ketishi, narsalar, o'zini gruntовка kraskalari bo'ladi buni. Yurib gapiravering. Biz uni ustidan kraska qilib berganmiz. Gruntовка kraskalari bilan bo'ladi. Ishlash yaxshi. Bizda profillar ko'proq qayta ishlash bo'ladi. Bu mustahkamroq bo'ladi va bu chetdi narsasi. Katta anomal samolyotlarda ba'zi bir profillarni qani bilmayman qatdan chiqqan, bukilib ketgan, eshilib ketgan ko'rganman. Sizni ishingizda hech shunaqasi sezilganmi? Yo'q, xudo xolasa hali shu paytgacha bo'lgan yo'q. Qo'lingizdan kelganicha mustahkam qilib, mana bunaqa nima deydim, bunday qilibsizlar-ku. Stoyka zigzaglari bo'ladi. Konstruksiyalari qilib qilasiz. Hamma narsasi o'z joyiga qo'yilgan. Xo'p, endi yana bitta savol, mana savol berishni yaxshi ko'raman-da, necha metrdan necha metrgacha qila olasiz? 30 metrgacha bez ustun qilaveramiz. Bu 30 dan u yog'iga o'rtasiga regl qo'yib keyin qilamiz. 30 metrgacha. 30 metrgacha. Mana hozir mashinani necha metr mashit? Bu yoq hozir 6,5 ga 35 bo'lgan uzunligi. 6,5 agar mashitdan boshlab 30 metr bu tomonga cho'zilganda bemalol qilib beraveramiz. Qilaveramiz. Demak, stadionlar ishlasa bo'lganda sizga? Stadionlar ham qilib beraveramiz, mini stadionlar, mini stadionlar, xullas. Endi yana bitta savol. Buni kvadrati bo'ladimi, temiri hisoblanadimi, qana bo'ladi? Kvadrati bizda 150 mingdan boshlanishi to 350 minggacha ketaveradi. Kattaroq stadionlar bo'lsa, shu 350 ming atrofida bo'ladi. Qarang, 150 ming bilan 350 minglik atrofida nima farqi bor? 150 minglar mana shular bo'ladi. Kichikroq naveslar. Kichikroq naveslar. Qiynalishingizga qarab ekan. Qancha temir qo'shiladigan bo'lsa, shuncha hisob oshaveradi kvadrat. Siz hozir mashina nech puldan dedingiz? Bu 150 mingdan qilib 150 mingdan. Shifr ham o'zingizdanmi? Shifr o'zimizdan emas lekin. Shifrni olib bersa, xizmat ichida qotirib beramiz. Demak, mana shu turishi, to'qilishi oson bo'lsa 150 ming bo'ladi. Shifrni olib bersa, bepul ichida shifrni qatirib berasiz. Bepul qotiramiz. 350 minglik deganingiz qanaqa bo'ladi endi? 350 ming kattaroq stadionlar bo'lsa, arkali, katta zdaniyalarga bo'lsa, bunaqasi kattaroq bo'ladi. Demak, 30 metr deganingizni 350 mingdan qilib berasiz. Unga bunaqa kashaylar ham ko'p kelsa kerak, menimcha sizga ko'proq kelsa kerak. Shuncha bo'lsa kerak. Xullas, hurmatli kuzatuvchilar, siz ham mana tomingizni olib turmoqchi bo'lsangiz, naves qildirmoqchi bo'lsangiz, butun O'zbekiston bo'ylab Qirg'iziston bo'ylab, Qozog'istonga ham boraveramiz. Qirg'iziston, Qozog'istondan bizni kuzatib turgan akalar yoki mutlaq O'zbekistondan kuzatib turgan akalar shunaqangi naves qildirmoqchi bo'lsalaring, akamiz hozir profillarda qilgan ishlarni ham olib qo'yib qo'yamiz. Bemalol akamizga aloqa qilib ko'rasizlar. 24 ga bitkizib berishadi ishlaringni. Salomat bo'ling aka, vaqtingizni oldik. Sog' bo'ling. Kamerasi kimni so'rayotgan o'zim? Kadr o'rtada o'zim. Yana bitta oxirgi savolim berib qo'y. Aka, baribir hammani yaxshi ko'rgani bo'ldi. Yaxshi ko'rganingiz, olmaganingiz nafsda emasmisiz? Yo'q. Aka nafsda emas ekanlar. Salomat bo'linglar.